ma'ruzangizda biz dehqonobodliklarga 241 milliard mablag' ajratdingiz. Bu biz uchun albatta tarixiy kun. Bugun hurmatli prezident, o'zingiz yaxshi bilasiz, Dehqonobod tumani viloyat markazidan 100 kilometr uzoqlikda joylashgan. To'g'risi, tumanimiz og'ir tuman bo'lsa-da, lekin ishga solinmagan imkoniyatlarimiz juda ham ko'p. Buni siz tomonidan yuborgan ishchi guruh Samarqand tajribasi asosida solishtirma ustunlik aniqlab 51 ta mahallamizning ixtisoslashuvi, geografik joylashuvi kelib chiqishidan hisob-kitob qilib, aniq qo'limizga yo'nalishlarni belgilab berdi. Mahallalar tarqoq joylashganligi sababli to'g'risi urbanizatsiya darajamiz ham juda past, 20% ga yetmaydi. Hozirda 20 gektar maydonda Yangi O'zbekiston massivi, yangi tibbiyot birlashmamizni o'sha qurilishiga mablag' ajratdik. Bundan tashqari zamonaviy ekobozor va madaniyat markazi qurilyapti. Hurmatli prezident, juda ham katta ustunlik bor. Aynan o'zingiz qaroringiz bilan joriy yil fevral oyida yana 39 gektar, shu 20 gektarga tutash joyda master reja qilishimizga ruxsat berdingiz. Bu ham 15 ta xizmat yo'nalishini o'zining ichiga qamrab oladi. Mana bugun men hurmatli prezident sizni ishontirib aytaman, ana shu 59 gektar master reja bo'layotgan joyda Yangi O'zbekiston Dehqonobodda bir boshqacha qiyofaga kiradi, hurmatli prezident. Buning uchun ham alohida xalqimiz nomidan sizga katta rahmat aytaman. Sanoatni rivojlantirmasdan barqaror iqtisodiyot bo'lmaydi. Bu bo'yicha ham 7 ta loyiham bor. Uni ham so'zsiz amalga oshiraman. 22 ta mahallamda endi ixtisoslashuv bo'yicha bugun 1400 gektar kavrak yetishtirilyapti. 12 tasida chuqur ixtisoslashuv bor. Hurmatli prezident, shu o'tgan 25-yil noyabr oyida tadbirkorimiz buni sanoat usulida o'sha qayta qo'shilgan qiymat yaratish maqsadida Yevropa davlatiga eksport qildi. Birgina shundan 26-yilda 1 million dollar, umumiy kavrakdan 10 million dollar eksport qilaman. Hurmatli prezident, 11 ming gektar bugun kavrak maydonlarimiz mavjud. Hurmatli prezident, Oqrobod degan mahalla fuqarolar yig'inim bor. O'sha katta M39 trassasini ustidan ichkariga 12 kilometr kiradi. 1000 gektar o'sha eski bog'lar bor. Hozir 200 gektar o'sha foydalanmasdan turibdi. Buni ham o'sha juda ham bir chiroyli maskanga aylantirsam bo'ladi. Bu bo'yicha ham agrostar bilan ish olib boryapman. Mutaxassislari ko'rdi. Uni eng katta ustunlik tarafi iyun oyida ham yomg'ir yog'adi, hurmatli prezident. Dengiz sathidan 1923 metr balandlikda joylashgan lalmi bog'. Bu bo'yicha ham sanoatlashgan olma, olxo'ri va boshqa mevalarni tashkil qilib, turizmni ham bemalol tashkil qila olaman, hurmatli prezident. Hurmatli prezident, bugungi yig'ilishda berayotgan imkoniyatlaringiz yana menga qo'shimcha 983 gektar yerga suv chiqarish imkoniyatini beryapti. Undan tashqari 1388 ta xonadonni tomorqa suvini yaxshilashga juda katta imkoniyat yaratib beryapti, hurmatli prezident. Hammasini qo'shib hisob-kitobini oldim. Shuni ta'minlayman. Yil yakuniga qadar ishsizlik darajasini 5.1% ga, kambag'allikni 3.7% ga, 19 ta mahalla fuqarolar yig'inim bugun og'ir mahalla bo'lib turgan bo'lsa, 2 baravarga kambag'alligini qisqartiraman, hurmatli prezident. 5 ta mahallamda ishsizlik ham va'da beraman sizga. Kambag'al ham bo'lmaydi. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Assalomu alaykum.